viloyatga, trassaga qatnaydigan taksistlarga bitta qarsak chalinglar. Haqiqatdan bular shuncha radarlardan orttirib bola chaqasini boqib baraka topsin. Bular zo'ru, lekin bularda ham notarafi bor. Bayram kuni otasini ham tanimaydi-da. Borsak, Samarqandga ketishimiz kerak. Studentimiz o'sha paytda. Yangi yilga ketishimiz kerak. Yo'l kira narxlari qimmat. Bir og'aynim aytdiki, "Elbek" dedi, ha desam, "Yuring" dedi, "Men dadam Toshkent Samarqand qatnay, birga mashinaga ketamiz" dedi. "Aniqmi?" desam, "Ha, olib ketam." Nima deganingiz? Dadam-ku olib ketadi" dedi. Bordik. Stenkaga bordik. Dadasiga "Assalomu alaykum dada" desa, dadasi ham "Samarqand bitta odam" deydi. "Assalomu alaykum dada" desa, "Samarqand bitta", o'g'liga qaramayapti. Oxiri oldiga borib, "Dada, assalomu alaykum. Onam aytuvdilar, yangi yil bayramini birga kutar ekanmiz. Shu olib ketsangiz, shu oilaviy kutsak" desa, dadasi ham, "Onangni aytganini men qachongacha qilaman? Ha? Bor. 5-mi, 6-yanvarga olib ketaman. Hozir 300 ming, 400 mingdan odam olib ketyapman" dedi. O'zini bolasini olib ketmayapti. Hali ham mana aytmadi. Mana aytsa shu stengaga urib bir narsa qilardi bu bola. Do'stim-da. Olib ketmayapti o'zini bolasi.